Chorbozorchi. Hikoya. Men uni juda yosh vaqtlarimdan buyon taniyman. O'lguncha yuraksiz ekanini ham bilaman. Bir kun mahallamizga hovli quradigan doktor keldi. Ahmad Sedob bu ovozani eshitishi bilan yuragi qinidan chiqib behush bo'lib qoldi. Betiga suv purkab o'ziga keltiribdilar. Sababi uyda kir urasi yo'q ekan. Ahmad Sedob inqilobgacha vofurush edi. So'nggi paytlarda do'kon dastgohini yig'ishtirib chorbozorchi bo'ldi. U qo'l kelgan narsalarning hammasi bilan savdo qiladi. Foydagarlik qaysi molning ustida yaxshi bo'lsa, o'shanga qarab og'adi. Bir vaqtlar shiravor narsalarning bozori chaqqon bo'ldi. U darrov attorivor buyumlarni yig'ishtirib, dastmoyaga novvot, qand, parvarda xarid qildi. Shiravorlikning bozori o'lgan edi. Tayyor ko'ylak, ishton, paxtalik shim, yovliqlar bilan savdo qila boshladi. Hamma narsalarga ham xaridor topilmaganda sharoiti iymon, tasbih, xurmo va duo yozilgan qog'ozlar bilan qishloqma-qishloq yurdi. Umrining oxirgi paytlarida yana attorivor mablag'lar bilan kun kechirdi. U o'z kasbining har pallada o'zgarib turishiga qaramay, xaridorni o'ziga og'dirishga epchil. Shiravor narsalar bilan savdo qilayotganda labingizni labingiz payvand qiladi, tobingizni me'yorga keltirsa pul bering, qandasha xur azamat deydi. Tayyor kiyim-kechaklar bilan oldi-sotdi qilganda mabodo siz birorta narsaning bahosini so'rab qolsangiz, baloga qolasiz. Masalan, birorta dehqon kelib, "Mana bu shimning nech pul?" deb qolsa, xaridorni yerga o'tqazadi. Qo'lidagi shimga ishtonbog' taqadi. So'rovchining oyog'idan mahsisini tortadi, shimini kiydiradi. Agar jussasiga mos kelsa, "O'lmang, kiroyi mol olganday bo'lasiz. Sizga juda o'tkirdi. Choklari ham 2 qaytadan tikilgan, puxta. Bir umr tepkilab kiyganda ham asl molda tamom bo'lmaydi. Xayr, sizga nasib qilgan ekan, yaxshilikka buyursin", deydi. Xaridor so'ramaydi. Ahmad Sedob unga bir qarab oladi-da, "Endi gap pulda emas, moli huzurgi mollardan emas. Yangangizning bisotida qadimdan qolgan edi. Ataylab o'zimga tiktirgan edim. Sal tor keldi. Siz o'zimizniki 7 so'm berasiz", deydi. Xaridor cho'chib shimni yecha boshlasa, qo'lini ushlab to'xtatadi. "Xayr, qani, shoshmang. Siz qancha berasiz?" deydi. Xullasi xaridorning u yog'idan o'tib, bu yog'idan o'tib shimni sotadi. Sharoiti iymon, tasbih, duo qog'ozlari sotganda ham u juda biyron. "Makkadan kelgan, atiga 2 dona. Bittasini noilojlikdan sotaman", deydi tasbihni ko'rsatib. "Endi ham bosilsinchi, qadriga yetmagan musulmonga sotaman", deydi. Sharoiti iymonni so'ralsa, "Shag'amdoni sharif, choruqi sharif, misvoqi sharif", deydi. Palaxsa suratli duo qog'oz sotganda attorivor buyumlarga xaridor bo'lsangiz, u bitta oynami, taroqmi, sochiqmi, nima bo'lsa ham sizga yaxshi mol ekanini maqtay narx aytadi. Siz kamiga so'rasangiz, qo'lingizdan mol tortib oladi-da jahl bilan, "Yur uka, kooperativga bor. Koshki u yerdan bundoq narsa topa olsang, seni odam deb jo'yalik narx aytgan edim", deydi. Ahmad Sedob kooperativ bilan hech chiqisha olmaydi. Yuragida kooperativga qarshi raqobat o'ti gurillaydi. Kundan kunga qishloqdagilarga ochilayotgan kooperativlarni, ularga qator uymalashgan dehqonlarni ko'rib, odamlarda insof ketdi deb dilidan o'tkazadi. Agar biror kishi uning oldida kooperativdan so'z ochsa, "Echkini o'z oyog'idan, qo'yni ham o'z oyog'idan osdilar. Senga 2 yo'l, bittasi o'ng, bittasi so'l. O'ng yo'l qolib, so'l yo'l bilan kooperativdan savdo qilsang, jazosini ko'ra berasan. Uning butun moli bizdan olingan nalogdan", deydi. Uni har doim yelkaga ko'targan xuruji bilan atrof qishloqlarda bozor kunlari ko'rish mumkin. Juma bozorda, shanba yarmarkada, yakshanba eski Toshkent qishlog'ida, dushanba To'ytepa, seshanba Qovunchi, chorshanba Chinoz,
payshanba tilo va hokazo. Biz juma bozorga yaqin qishloqda Muhammadjon degan o'rtog'imizning yeriga chiqdik. Atrofni aylanib zerikkanimizdan so'ng o'rtoqlar bilan qishloq bozorini tomosha qilgani chiqishni ma'qul ko'rdik. Bozor dehqonlari bilan to'la edi. Kooperativlarda odam sig'ishmaydi. Muhammadjon aka sigirga arqon olmoq uchun bizni bir samovarga o'tkazib, o'zi kooperativga ketdi. Oradan 5 minutcha vaqt o'tgandan so'ng kooperativ oldida to'polon ko'tarildi. Odamlar o'sha tomonga qarab yugura boshladilar. Muhammadjon aka o'sha tarafdan chopib bizning oldimizga keldi-da, hovliqib: Bizning qo'shni ko'kanni Xudo urib qolibdi. Kooperativdan gugurt olaman degan ekan, pulini kisavurga oldiribdi, deydi. Biz hammamiz samovardan odamlar hujg'on o'ynagan yerga yugurdik. Dehqonlar ko'kanni o'rtaga olib surishtirishmoqda edilar. Bir xurjun ko'targan o'rta yoshli cho'qqi kishi emish. Kooperativdan oldida ko'kanning yoniga surkalib turgan ekanmish. Bir aylanib qarasa, puli yo'q emish. Odamlar ko'kandan kayfiyatni bilgandan so'ng tarqala boshladilar. Yana oradan 5 minutlar o'tar o'tmas mol bozorda to'polon chiqib qoldi. Kisavur ushlandi. Dehqonlar otliqmi yayov kisavurni o'rtaga solib olomon qilar edilar. Biz ham yugurib borib orqaga suqildik. Kisavur o'lim oldida yerga cho'zilib yotgan otlarning oyoqlari atrofidan kelgan tosh, g'isht, kesaklar. Birdan qay ko'zim bilan ko'ray, chorbozorchi Ahmad Sidob yelkasidagi xurjuni yerga tushib, ichkaridagi narsalar atrofigacha sochilgan. Ayniqsa 2-3 taroq egasi chorbozorchining holiga tishlarini irjaytirib kular edi. Endi shu kasbni topgan ekansan, jazoingni tortibsan, deb ko'ngildan o'tkazdim. Militsiyalar kelib odamlarni tarqatdilar. Kisavurni o'limdan qutqarib shahar kasalxonasiga jo'natdilar. Biz ham bafurja Muhammadjon akaning qurg'oniga qaytdik. Kechqurun ko'kan bir tarvuz ko'tarib chiqdi. Shunda biz qancha pul oldirdingiz deb so'rasak, aylanayinlar, 2 xurma sut sotgan edim. Miri kam 3 tinkami, miri kam 4 tinkami, haytovur, esimda yo'q, deb javob berdi. Shu bilan hikoyamiz tamom bo'ldi.